Do'stlar, assalomu alaykum. Bizlar Aquaterium Toshkent ko'rgazmasidamiz. 7, 8, 9 oktyabr kunlari Toshkent Expo markazida sizlarni kutib qolamiz. B100 stendida Xayr kompaniyasining isitish qozonlari bo'yicha hamma ma'lumotlarni sizlarga beramiz va tushuntirib beramiz. Kelinglar do'stlar. Aziz aka, biz mana shu Xayr kompaniyasini oldiga kelganmiz. Shu to'g'ri muxlislarga, ya'ni obunachilarimizga mana shu sifatli mahsulotni ko'rsatish uchun, tushuntirish uchun hozir biz kela olmaganlar uchun maxsus bitta video qilib beringlar aka. Nima deysiz shunga? foydali ma'lumot bo'lsa ketdik. Ketdi aka. Mana bu to'g'rimizda ko'rgan Xayr kompaniyasining 2 kamerali isitgichi. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Birinchisi tugasa, shuni maksimal holatga o'tkazgan holatda ikkinchi kamerasi yonadi. Ya'ni issiqlik suv tugamaydi. Ekonom darajada? Ha, vot ekonom darajada. Ko'rishingiz mumkin har xil turdagi gorizontal deysizmi, yonboshchasiga deysizmi, har xil turdagi boylerlar, aristonlar, ya'ni suv isitgichlar hammasi bor do'stlar. Mana bumiz, do'stlar, ko'rishingiz mumkin bu yerda qarang. Bu nima balo bu? Masminda aziz aka. Bu nima balo bu? Bu teplovoy nasos. Uylarni, короче, hammomlar hamma joyda isitish uchun bu narsalar hammasi ishlatilgan do'stlar. Keyin qarang aziz aka, mana bu ham xuddi shunday boiler. Buni ko'rishingiz mumkin. Buni menimcha mana bu Greenland Siriusga ulasa bo'ladi. Mana shu katta plyusi qayerda bilasizmi? Hali O'zbekistonda bunaqa narsa yo'q. Bu nima ekan? Bu Greenland Sirius degan bir kontrolli katyol aka. Bu narsa Greenland Sirius deyiladi. Buni ichki sxemalari mana bu joyda joylashgan. Bemalol kelib ko'rganda bo'lardi. Buni ustunlik tarafi nimada? Buni ustunlik tomoni aka, mana bu boiler bo'ladigan bo'lsa, buni bemalol bunga ulab, bu orqali suvni isitsangiz ham bo'ladi, ishlatsangiz ham bo'ladi. Demak, одноконтурный котел bilan ham issiq suv, ham отопление. Shunday mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham Xayr kompaniyasi одноконтурныйлari bor. Bular bilasizmi? Aqlli, ya'ni sun'iy intellektga ega. Dash hali O'zbekiston bozorida bunaqa narsa yo'q. To'g'ri qilyapsizmi? Xayr ishlating, xayrli bo'ling aziz aka.